Shunaqa gaplar qisqasi qishloqilar tushundinglarmi? Xo'p, mer bo'lmasa barchasi bu To'xtang. Qani tugagani yo'q. Qisqasi biza qishloqda politsiya topishimiz kerak. Politsiya qo'yishimiz kerak. juda ham yaxshi fikr, lekin menimcha. Albatta kapot. Politsiya topganimizdan keyin bu politsiyani belgilashimiz kerak kim bo'lishligi qisqasi. Men bo'laman politsiya bo'ladimi? Men politsiya. Yo'q, men bo'laman politsiya. Nima deyapsizlar? Men bo'laman politsiya. Ya to'xtanglar. Va kim politsiya bo'lishi mana bo'lmaydi-ku. Ya to'xta, albatta. Oq qishloqqa sen qanday qilib politsiya bo'lishing mumkin, misol uchun senga? Qisqasi shoshmanglar. Nima bo'lganda ham hozir biza politsiyani tanlashimiz kerak. Qanday qilib tanlashni bilmayapman, boru. Ha, lekin mer boru bilmadim. Lekin hozir menga juda ham ajoyib fikr keldi. Menimcha men tanlasam bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz politsiyalarni? Nima sen tanlamaysan bizani, tushunyapsanmi? Yo, lekin kapot tanlashi mumkin. Bilmadim, lekin men sizlarni tanlay olamanmi, yo'qmi? Men bo'laman politsiya. Yo'q, men bo'laman politsiya. Men politsiya bo'laman, tushunyapsizlarmi? Yo'q, men bo'laman politsiya. Voy, jim o'tiringlar, boshimni ortib yordinglar-yu. Kapot jahli chiqyapti. Mayli kapot bo'lmasa sen tanlaydigan bo'lsang, mayli tanla, okey? Sen uchalang hal qilasan, tushunyapsanmi? Uchalasini sen o'zing hal qilasan, kapot. Voy, uchalasinimi? Sen borki, ishonmayman men senga. Men ishonmayman. Men buyruq buyurayapman, tushunyapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Buyruq buyuryapti mer. Bo'ldi, mer. Men aytganingizdek. Mayli, men ketdim bo'lmasa, xo'pmi? Xo'p, mer bo'lmasa siz ketavering. Men o'zim bularni tanlayman. Bularni ajoyib adolatli qilib tanlayman. Bo'ladimi? Sizlar norozi emasmisizlar? Ha, mayli bo'lmasa. Okey. Bo'ldi, agarda norozi bo'lmasanglar, bo'ldi. Uchalaringizdan bittalaringiz tanlaysizlar. Qolganlar esa qatnashmaydi. Qolganlar politsiyachi bo'lgisi kelmayotgan ekan. To'g'rimi, qishloqi? Albatta. Mayli bo'lmasa tezroq boshlaylik, vaqt yo'q. Albatta, to'g'ri aytyapti. Bo'ldi. Boshlaymiz. Faqat sizlar sabr qilib tursanglar, barchasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa, mer men bularni barchasini tanlayveraman, okey, mer? Lekin g'alati. Mayli, nima bo'lganda ham bo'ladimi, mer? Bo'ldi, bo'lmasa men ketib ishlarni qilishim kerak. Keyinroq ko'rishamiz, tushundingmi? Bo'ldi, mer, bo'lmasa keyinroq ko'rishamiz. Ketavering. Ana uchta qishloqqa qoldik. Ya'ni sizlar uchta qishloqlar. Qarochi, men sizlarni tekshiraman. Men bo'laman. To'xtanglar, yubordinglar. Bo'lasizlar. Men bir yarim soatdan keyin kelaman. Ungacha kutib turinglar, tushundinglarmi? Tayyorgarchilik ko'rib turinglar. Barchaga salom bolalar. Men ismim Kompot va meni yangi video roligimga va ajoyib video roligimga xush kelibsizlar. Bugun biz bolalar qishloqda kim politsiyachi bo'lishini hal qilamiz bolalar. O'zi qishloqda men aytgandek politsiyachi kam, o'zi deyarli yo'q ham. Politsiyachi yo'q desak ham bo'laveradi. Politsiyachi yo'qligi sababli bolalar biz hozir nima qilmoqchimiz? Ya'ni men 3 ta qishloqdan, ya'ni 3 ta jiteldan men qaysi biri politsiyachi ekanligini ko'rsataman. Ya'ni sizlar mana bu ekranda ko'rib turgan nima edi? Bir 3 ta qishloqi, ya'ni oq, siyoh rang va jigarrang qishloqi. Mayli, o'shani uchalalaridan bittasi, faqatgina bittasi politsiyachi bo'la oladi. Ularni sinab ko'rishimiz kerak. Xo'p, mana bolalar bir 10 ta, menimcha 10 ta blok qilib bo'ldim. Hammasini 10 ta blok qilib bo'ldim. Bo'ldimi? Ana endi hozir sizlar boshlaymiz, tushundinglarmi? Xo'p, hammalaringizga pistoletni beraman. Bo'lmasa hozir birinchi men bola qaranglar, mana bu pistolet bilan mana shu sariq tochkaga otishingiz kerak. Tushundinglarmi barchalaringiz? Bo'ldi, yorib tashlaymiz, isharaver, kapot. Bo'ldi, agarda yorib tashlasanglar bo'ldi. Xo'p, sen qishloqqa, sen qarochi mana shunday turdi, ana endi tochkaga qarab ot. Men borki yorib tashlayman, qarab turay, kapot. Hammalaringiz qarab turinglar. Va shunchalik zo'rman. Yana bor, tezroq ot, yubording-ku. Bo'ldi, to'xtab tur, nima sen shoshilyapsan? Qara, qarab tur. 1, 2, hozir 3, nimaga bo'lmadi, tushunmadim. Qish ketdimi, kapot? Tushunmadim, yo'q, qish ketmadimi? Nima deysan? Bu qiyshiq ketdi qishloq, afsus. Lekin mayli, bir marta otib ko'rishim mumkin, yana bir marta. Mayli. Yana bir marta otib ko'rsa, mayli, bo'lmasa yana bitta otib ko'ramiz. Boro. Yana qiyshiq ketdi, afsuski qizil tochkaga tegdi, lekin sarig'iga tegmadi. Yana bir marta otib ko'ray. Keyinroq otib ko'rasan. Xo'p, ana endi siyoh rang qishloq sani navbating. Ishonmayman, yorib tashlayman, kapot. Albatta bo'l. Agar yorib tashlasang, men boshqa hayron qolardim. Men senga xursand bo'lardim. Bo'ldi. Fokusni janlaymiz, bitta ko'zni yumamiz va otamiz. Ko'rdingmi? Tochkasiga tegirdim, sarig'iga tegirdim. Tushunyapsanmi, kapot? Albatta. Juda ham ajoyib, boru.
bittada ana shu tochkaga tegirding. Men senga juda ham maksimalniy ball beraman senga. Tushunyapsanmi? Maksimalniy. Ha, men g'olib bo'ldimmi? Yo'q, hali yana bor. Nechasida bo'lmaydi boki. Umuman nohaqli. Sanchim tur yo'q qishloq. Qani endi jigarrang qishloq seni ko'raylikchi. Qarab tur, mana shu o'rtasiga otaman. Ha, davay tezroq ot bo'ldi, tushundim men. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa qarab tur, men o'zimni poshkamni olaman, raketamni olamanda, dum qilaman-da shuni. Raqibni yo'q qilaman, qarab tur. 1 2 3 ay bo'm. Tushunmadim. Bor g'oz. Men tilim ojiz hozir. Sen nima qilding hozir? Men sen bergan pistoletim qani, sen nima bu ana bombochkani olding? Nima? Zato raqibni yo'q qildim-ku. Raqibni yo'q qilmay, qar u qishloqni yo'q qilib hozir bir akidan yo'qot, tushundingmi? Seni qishloqini. Voy, bor ketay olimdan. Bo'ldi, keyingi raundga o'tamiz. Senga 0 bal karochi. Nimaga? Nimaga bularni yo'q qilib mana bu yerda boru. Kelasi safar keyingi raundda yutaman, ha? Albatta, barcha keyingi raundda yutishi ehtimoli bor. Bo'lmasa barcha davay ikkinchi raundga o'taversin. Tushundinglarmi? Davay ketdik. Xo'p, mana bolalar, qarochi biz hozir nima qilmoqchimiz? Biz bularga qonun qoidalar esan. Qishloqsan bu yerda qatnashmayapsan. Xo'p, bularga qonun qoida yaratamiz. Ya'ni bular qonun qoida yozishadi. Hamma politsiyachi qonun qoida o'rnatish kerak. Xo'p, bo'ldi, kapot, bo'ldi. Gapni cho'zma, davay tezroq boshlaylik. Xo'p, mayli, boshlaymiz. Oq qishloqqa, hamma qishloq. Siyohrang qishloq nima uchun sizlar shoshilasizlar? 5 minutgina sabr qilib turinglar, men obunachilarimga tushuntirib olishim kerak. Tushundinglarmi? Ha, bo'ldi. Tushundik, kapot. Xo'p, mayli bo'lmasa, san siyohrang qishloqqa va jigarrang qishloqqa, oq qishloqqa sizlarga vaqt beraman, ichidan keyin kelaman. Xo'p, mana u e'tibor bermaysizlar, men bir ovqat yeb kelyapman. Xo'p, yozib bo'ldinglarmi? Xo'p, birinchi kimdan tekshiramiz? Birinchi mayli nima edi? Mana bu jigarrang qishloqqa bilan tekshiramiz. Bo'ladimi? Albatta, kelaver, jigar bemalol. Sen qatnashmayapsan dedim, bor ketay. Xo'p, qani seni ko'ramiz qoidalaringni. Xo'p, qani. Xo'p. Tushunmadim. Nimaga bu oddiygina qonun qoida? Вообще boru. Вообще tushunarsiz qonun qoida qilib qo'yibsan. Tushunyapsanmi? Nimaga axir tushunarli-ku. Yo, misol uchun nima uchun men senga tushuntirib beraman hozir. Bu yerda hozir shumlik qilmaslik, ya'ni birovlarni tinchini buzish, qanaqadir nechtadir zumrad jarima, birovlarni narsasini o'marish, nimadir nechtadir zumrad jarima yoki nechtadir qamoqxonaga nechtadir kun, nechtadir muhlat shu yerda o'tirish. Tushunyapsanmi? Sen qishloqqa bu yerda oddiygina yozib qo'ygansan. Lekin bilmadim, sen tushunarsiz. Nimaga men qo'limdan kelgancha yozdim, tushunyapsanmi, kapot? Xo'p, mayli, qo'lingdan kelganicha yozganing uchun senga bilmadim. Senga maksimalniy ball bera olmayman, lekin maksimalniy ball. Mayli, lekin zato oldim-ku. Ha, mayli, qani ikkinchisi o siyohrang qishloqni ko'raylikchi. Oho! Juda ham ko'pga mana shunday bitta qonun qoidani o'zi mana shuni bir betga sig'ib ketyapti. Bor, вообще buni qaraylik, shunchalik ko'pligini. Mana misol uchun mana bu yerda qonun qoidani yozib qo'ygan va shtraf-pitraflarini yozib qo'ygan. Kapot, to'xta, yana ko'para qonun qoidalar bor. Oho, nimaga buncha ko'p? Qachon yozishga ulgurding sen? Vashi hayronman boru. Shuna ber, bu men politsiyachi bo'lishim kerak. Albatta, mayli. Lekin juda ham hayron qoldim boru. Agarda shu payti ham yana shu raundga yutib ketsam bilmadim. Hali oq qishloqqa bor-ku, lekin buni qaranglar bolalar. Juda ham ajoyib yozibsan, lekin mayli, senga 5 baho. Mayli, qani oq qishloqni ko'raylikchi, mahoratini. Xo'p, mayli, keyinroq men qonun qoidalaringni o'qib chiqaman. O'zim qonun qoidaga amal qilishim kerak qishloqda. Ha, mayli. Ana oq qishloqqa ko'rsataylikchi. Men nafaqat yozmadim, men chizdim, qonun qoidalarni chizdim. Nima? Qonun qoidalarni chizdim? Qonun bu nima edi bu qishloqqa bu? Bu olmoslar to'la sandiqda o'marish mumkin emas degani. Tushunyapsanmi, kapot? Nima? Olmosda to'la sandiq senga 0 ball bor, tushunyapsanmi? Senga 0 ball. Xo'p, mayli.
Xo'p, sizlarda hozircha siyohrang qishloqi ajoyib oldinlik bilan ketmoqda. Mayli bo'lmasa keyingi raundga o'tamiz. 3-raundga kimni ajoyib, kim eng zo'r kiyimi bo'ladi, tushundinglarmi? Kiyimlaringizni hammalaringiz kiyib chiqasizlar, tushundinglarmi? Albatta, albatta, menga judayam chotki chiqchiq baba kiyim bor. Menda ham bor. Albatta, menda ham bor. Bo'ldi, agarda barchalaringizda bo'lsa, davay hammalaringiz tayyorgarlik ko'raveringlar. Sizlarni tekshiraman, tushundinglarmi qishloqlar? Mayli. Xo'p, qishloqi. Ey, jigarang qishloq, tayyormisan? Albatta. U bu tushunmadim. Qani qolgan kiyimlaring? Ko'rmayapsan, mana boshimdagini va mana ortimdagi. Ortingdagi qanaqadir nishon va bu nima bu? Bu F harfi bu. Fiki baba degani. Fik ket olimdan qara boshingga faqat politsiyani anosi bor. Ket. Davay, almashtir keyingisi. Xo'p, siyohrang qishloqi qani sani kiyimingni ko'raylikchi. Albatta kiraver. Oy! Buni qaranglar bolalar, juda ham zo'rligini. Vau, bor juda ham hayronman. Qara, bu yerda dubinka va ratsiya va juda ham ajoyib pistoletlarim kirsa bo'ladi. Joylari bor, ko'ryapsanmi? Qanchalik zo'r kiyimim bor. Ha, juda ham ajoyib qishloqi, senga 5 baho, senga vashi 5 ketdim. Va maksimal balda olamanmi? Yo, to'xtab tur, oldin birinchi ana qishloqni ham tekshirishimiz kerak, lekin eng ajoyib qishloqda eng zo'r kiyimni shu ko'rdim, to'g'rimi qishloqi? Mayli bo'lmasa. Bo'lmasa bo'shatib qo'ychi, nima edi, oq qishloq kiysinchi, nima gap ekan. Xo'p, oq qishloq tayyormisan? Mayli, kiraver. Okey, agar tayyor bo'lsang hozir bo'l, qanday ko'raylikchi mana bu. Bunaqa juda ham ajoyib. Xo'p, qani oq qishloq qani? Qishloq tonimayapman men seni. Mani kiyimim ko'ryapsanmi? Qulay. Qulayligiga qulay, lekin qani sen politsiya kiyimi? Mana shu politsiya kiyimi va shunga qarab ishlayman endi. Qara, mana men senga savolimda, sen hozir bu kiyim bilan dubinkani yoki pistoletdan qayeriga qilasan, mana solasan, savol mana senga bitta savol. Mana qo'l bok, qo'lim bilan olib yuraman. Mayli, qani, lekin mana buni qara qanchalik zo'rligini, mana buni kiyimini, qanchalik vobshe bor, senga vobshe 5 baho qishloqqa, lekin sen menimcha politsiyachi bo'lsang kerak. To'xtanglar. Politsiya tanlab olaymi kapot? Albatta, politsiya kim bo'lishini hozir men aytaman, har qalay bu emas. Xo'p, men hozir siyohrang qishloqini politsiyachi deb nominatsiyami nimadir qilmoqchiman, qaroch. Nima deyapsan? Kapot o'rnicha gapir. Qisqasi, mana shu siyohrang qishloqi politsiyachi bo'ldi qisqasi. Tabriklaymiz siyohrang qishloqi, chapaylar. Va nihoyat meni orzuim amalga oshdi. Ajoyib, men ham senga rozi bo'laman. Lekin men ham zo'r qilardim. Albatta, men ham zo'r qilardim. Kiyim bo'ldi-da faqat. Xo'p, mayli bo'lmasa qishloqqa sani u ketishi mumkin. Mayli, men bir borib kelaychi, hammaga maqtanib. Mayli. Xo'p, yaxshi. Mana bola obunachilar ko'rishinglar mumkin. Bizning qishloqimiz, ya'ni siyohrang qishloqini men politsiyachi deb atadim, ya'ni tanladim. Video sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasa, mayli, sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog' salomat bo'linglar.